Assalomu alaykum hurmatli Abduxalq Murodovich. O'tgan safarga sizga qilgan video murojaatimdan keyin transport bo'limidan Sanaqulov Rustam Burxonovich bilan ko'rishib gaplashdik. Mana oradan shuncha muddat o'tgan bo'lsa ham hech qaysi masalada oldinga siljish bo'lgani yo'q. Buning uchun alohida Rustam Burxonovichga rahmat. Endi bo'layotgan vaziyatlar hammasini sizga prezentatsiya shaklida yetkazib berishga qaror qildim. Eslatib o'taman, bu masalalarning hech qaysisi shaxsiy emas.